Bu meni tarixdagi eng qiyin olgan video. O'zim bilan rosa gaplashdim. Aytsammikin, aytmasammikin deb. Bu videodan keyin meni ahmoqga, jinniga, maddohga chiqarishligi mumkin. Qo'rqqanniki sinsin, lekin baribir olaman dedim. Biz musulmon bolalarimiz-ku, to'g'rimi? Sizni otangiz, sizni onangiz bizga musulmoncha tarbiya berishgan, Xudoga ishonishni o'rgatishgan. Allohdan nima so'rasa Alloh berishini menga lichni adam o'rgatganlar, onam o'rgatganlar. Menga onam duo qilishni o'rgatganlar. Farz namozidan keyin duo qilsang, duoing 100% ijobat bo'ladi. Allohning ismi azamlarini aytib, nima so'rayotganingga qarab, masalan, kimgadir shifo so'ramoqchi bo'lsang, Allohning Shofiy ismi bilan duo qilgin. Agar rizq so'ramoqchi bo'lsang, Allohning Razzoq ismi bilan so'rab duo qilgin deb o'rgatganlar. Yana o'rgatganlarki, ro'zador odamni iftorlik paytda qiladigan duosi ijobat deb o'rgatganlar. 100% shaksiz, shubhasiz ijobat. Men bir challenge boshlamoqchiman. Bilasizlar, musulmonlar dushanba kuni, payshanba kuni ro'za tutadi. Nafl ro'za tutishadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sunnat. O'zbekiston Portugaliya bilan seshanba kuni o'ynaydi adashmasam. Butun xalq bo'lib O'zbekistonni g'alabasini so'rab duo qilishni men challenge qilmoqchiman. Imkon bo'lsa ro'za tutib. Kim qanaqa duo qilsa o'zi biladi. Kimdir o'zi yoqtirgan futbolistim gol ursin deb duo qiladimi? Kimdir O'zbekiston yutsin deb duo qiladi, kimdir shot etib duo qilsin. Lekin sizdan iltimos O'zbekiston keyingi bosqichga play-offga chiqsin deb duo qilishni challenge qilaylik. Men bunaqa narsani so'rab Iminni futbolni dinga bag'ishlab qilish bu qanchalik to'g'ri, noto'g'ri ko'p o'yladim. Meni maddohga chiqarishligini ham ko'p o'yladim, lekin futbolni yaxshi ko'rishim meni bu yo'ldan qaytara olmadi. Xalq, davay birlashaylik, challenge qilaylik. Dushanba kuni qo'lingizdan kelsa, imkon bo'lsa, nafl ro'za tutib, iftor paytida O'zbekistonni g'alabasi uchun duo qilaylik. Butun xalq birlashsin. Agar imkoningiz bo'lsa, shu videoni qo'llab-quvvatlasangiz ham, u bu odamlarga yetib boradi. Men ishonaman, O'zbekistonda duosi o'tadigan mo'min musulmonlar, taqvodor insonlar juda ham ko'p. Ularning duosi aniq ijobat bo'ladi. Alloh yaxshi ko'radigan bandalar ko'p-da. Qilamizmi, nima deysizlar? Yana aytaman, men xijolat bilan olganman bu videoni. Bu meni tarixdagi eng qiyin olgan video. O'zim bilan rosa gaplashdim. Aytsammikin, aytmasammikin deb. Bu videodan keyin meni ahmoqga, jinniga, maddohga chiqarishligi mumkin. Qo'rqqanniki sinsin, lekin baribir olaman dedim. Biz musulmon bolalarimiz-ku, to'g'rimi? Sizni otangiz, sizni onangiz bizga musulmoncha tarbiya berishgan, Xudoga ishonishni o'rgatishgan. Allohdan nima so'rasa Alloh berishini menga lichni adam o'rgatganlar, onam o'rgatganlar. Menga onam duo qilishni o'rgatganlar. Farz namozidan keyin duo qilsang, duoing 100% ijobat bo'ladi. Allohning ismi azamlarini aytib, nima so'rayotganingga qarab, masalan, kimgadir shifo so'ramoqchi bo'lsang, Allohning Shofiy ismi bilan duo qilgin. Agar rizq so'ramoqchi bo'lsang, Allohning Razzoq ismi bilan so'rab duo qilgin deb o'rgatganlar. Yana o'rgatganlarki, ro'zador odamni iftorlik paytda qiladigan duosi ijobat deb o'rgatganlar. 100% shaksiz, shubhasiz ijobat. Men bir challenge boshlamoqchiman. Bilasizlar, musulmonlar dushanba kuni, payshanba kuni ro'za tutadi. Nafl ro'za tutishadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sunnat. O'zbekiston Portugaliya bilan seshanba kuni o'ynaydi adashmasam. Butun xalq bo'lib O'zbekistonni g'alabasini so'rab duo qilishni men challenge qilmoqchiman. Imkon bo'lsa ro'za tutib. Kim qanaqa duo qilsa o'zi biladi. Kimdir o'zi yoqtirgan futbolistim gol ursin deb duo qiladimi? Kimdir O'zbekiston yutsin deb duo qiladi, kimdir shot etib duo qilsin. Lekin sizdan iltimos O'zbekiston keyingi bosqichga play-offga chiqsin deb duo qilishni challenge qilaylik. Men bunaqa narsani so'rab